Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana hasbni boshladik. Mol go'shtli dumbalar solingan hasb, tovuq go'shtli hasb boshladik. Kelaverasizlar, xudo xolasa inshaalloh. Mana boshladik. Asaka choyxonasida. Mana Asaka choyxonasida hasb boshladik. Xudo xolasa inshaalloh kelaverasizlar. Yangi svejiy hasblar. Hozir pishadi. Mana mijozlar ham kelishni boshladi sekin. Mana kelishni boshladi. Mana hasblarimizni boshladik. O'tirlar yoqyapmiz. Mana xudo xolasa inshaalloh hasblar pishishni boshladi. Hozir endi qizdiryapmiz ta'zimlarda. Kelaverasizlar. Mana aziz obunachilar, tovuq hasbimiz solyapmiz, tandirimiz qizidi. Xudo xolasa inshaalloh kelaverasizlar. Kimga necha kilo kerak? Tovuq hasb bu. Ichi to'la go'sht. Mana mol go'shtlarimiz, mol go'shtli hasb, dumbalar solingan mol go'shtidan bo'lgan hasb. Mana aziz obunachilar, kelaverasizlar. Kimga necha kilo kerak? Xudo xolasa inshaalloh shirin bo'lib pishadi. Mana tandirlarimiz qizidi. Mana tandirlarimiz qizidi, cho'q o'ryotinda bo'lgan. Xudo xolasa inshaalloh kelaverasizlar. Kimga necha kilo kerak? Mana hali ham yoyapti. Mana cho'qlarimiz go'zal va betakror bo'lib pishadi. Xudo xolasa inshaalloh kelaverasizlar.